Barselonaning ramzi bo'lgan mana bu qo'g'irchoq Barselona bosh murabbiyi Flikni La Ligada chempion bo'lganligi bilan tabriklayapti. Barselona hozirda 2 marta ketma-ket mag'lubiyatga uchradi. PSJga 2-1, Sevilyaga 4-1. O'sha qo'g'irchoq Flikni kayfiyatini ko'tarish uchun keldi, lekin Flik uni urib nokdaunga tushirdi. Barselona Yamal bilan ham, Yamalsiz ham mag'lub bo'lyapti, lekin o'sha joyda Messi bo'lganda boshqacha bo'lar edi. Real Madrid Atletico Madridga 5-2 hisobda mag'lubiyatga uchradi. To'g'ri, undan keyin Real Madrid 2 marta ketma-ket g'alaba qozondi. Qayratni 5-0, Villarrealni 3-1 hisobda yengdi. Ronaldo jamoada bor paytda Real bunday hisoblarda mag'lub bo'lmas edi. Liverpool jamoasi juda ham katta transferlarni amalga oshirdi, lekin 3 marta ketma-ket mag'lubiyatga uchradi. Diego Jotaning yo'qligi bilinyapti. Diego Jotaning o'limi Liverpoolga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Atletico Madrid murabbiyi Diego Simeone 14 yildan beri Atletico Madridni boshqarib kelmoqda. Bu fantastika. Barselonada 9-murabbiy ish boshladi. Real Madridda ham 9-murabbiy keldi. O'zini haddan tashqari maqtab yuborish ham yaxshilikka olib kelmaydi. UFC chempioni Ankalaev Pereira bilan jangdan oldin uni uraman, uni yanchib tashlayman, jag'ini sindiraman deb gapirgandi. Lekin Pereira Ankalaevga dars berib qo'ydi, uni mag'lubiyatga uchratdi. Pereira o'zining kamarini qaytarib olib chempion bo'ldi.